1960-yil 12-oktyabrda BMTda bo'lib o'tgan Nikita Xrushchevning nutqi nafaqat Sovet Ittifoqi, balki butun dunyo siyosatida shov-shuvga sabab bo'ldi. Конец! Могила колониальному рабству! U AQShning Sovet Ittifoqiga bo'lgan siyosatini tanqid qilib, sovetlar kuchini ko'rsatishga harakat qilgan. Xrushchev aynan Filippin delegatining nutqiga g'azablanib javob bergandi. Filippin delegati Sovet Ittifoqining xalqaro siyosatini qoralab, AQSh esa sovetlarning imperialistik siyosatini tanqid qiladi. Bu tanqidlar Xrushchevni juda g'azablantirdi. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Xrushchev o'zining javob nutqida diplomatik odobni buzib, navbatsiz so'zga chiqadi. Eng esda qolarli lahza esa uning poyafzalini yechib, stolni ustiga urishi edi. Shu paytda u minbardan turib, "Biz sizga hech qachon ichki ishlarimizga aralashishga yo'l qo'ymaymiz" deb baqiradi. Bu so'zlar Xrushchevning AQSh Sovet Ittifoqining ichki ishlariga aralashishiga qarshi kuchli noroziligini bildiradi. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Sovet rahbari o'z nutqida Sovet Ittifoqining kuchini ko'rsatishga va AQShni tanqid qilishga harakat qilgan. Uning bu harakati esa dunyo bo'ylab juda tez mashhurlikka erishgan.